Mana hujjatlaringiz. Hujjatlar. Boshqa ishga kech qolmang. Kiring. Kiring. Allo. Voy, sizni majlisda deb bemalol kirib yig'ishtirgandim. Keyinroq davom ettirib qo'yaman. Yo'q, bemalol ishlayvering. Bemalol opa. Ismingiz kim? Sayyora. Meniki esa Davron. Bilaman. Direktorimizning o'g'li Davron Qodirovich bo'lasiz. Kelingizga qarashib boraman. Yo'q. Axir siz rahbarsiz-ku. O'zim qilib qo'yaman hozir hammasini. Opa, rahbarlar odam emasmi? Charchadim-ey. Ozgina dam olaylik. Muncha ko'p ishlaysan. Shirinimsan Jaroz. Hisobotlar vaqtida topshirishimiz kerak. Davron Qodirovich kutyaptilar. Bo'pti. Menga qara. Senga qanaqa yigitlar yoqadi? Mangami? Baland bo'yli, chiroyli, juda ham mehribon. Doimo kostyum shunda yuradi. Krasavchik bola yoqadi. Menga shunaqa yigitlar yoqadi. Bir xil ekan. Rostdan. Ha. Ha, endi necha yildan beri o'rtoqmiz-ku. Qarashlarimiz ham bir xil. Aytgancha, oy yaxshi bo'lib qoldilar. Yo'q. O'sha vrachlar umid yo'q deyishyapti. Men sharoitimni bilasan-ku. Bo'lmasam jonlab yordam bergan bo'lardim. Yo'q, o'rtoq. Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi. Ideya. Ha, Davron Qodirovichdan pul so'rab tur. Davron Qodirovichdan? Ha, sen undan qarzga olasan, berasan-ku qaytarib. Yo'q, seni buzaqa qilib so'rayman. Voy, 3 oy oyligini oldindan olasan. Senga 30 million kerakmidi? Ha. 3 oy oyliging 30 million bo'lyapti. Yur bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Direktor o'zlaridami? Siz kim bo'lasiz? Men Qodir akamni yaqin tanishlari bo'laman. Davron Qodirovich. Adezlarni yaqin tanishlari kelibdi. Kirsangiz bo'ladi? Yo'lingdan Bilaman. тоже мне. Salom.